Yaxşımısızlar qızlar. Ben sizlarning yüzü tüven xijiljon sirdishinglar yandım bayon. Bugun xalqaro xonim qizlar bayrami. Shu munosabat bilan jamiyatning illiqligiga, dunyoning go'zalligiga, erlarning hozirgacha sog' salomat yurishiga uzluksiz tok qo'shayotgan, erlarning yurak parisi ham yurak dorisi bo'lgan navotdek xonim qizlarning bayramini muboraklayman. Hamda to'y qilgan ayollarning oilasining baxtli bo'lishini, o'zining xonishdek taxtli bo'lishini, to'y qilmagan qizlarning tapqan muhabbetining sop bo'lishini, yüzünün dap bo'lishini, yanchug'ida qop bo'lishini, olduraq o'zining amriga ap bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Shunglashqa, bugun sizlarning huzuringlarga bir to'p go'zal qizlarning burunqi yigitidan o'chilib, oxiri bu axlat yigitni talqon yigitga o'zgartib etganligi to'g'riliq hikoyani so'zlamoqchi. Bosh personaj Jimmy jiroq yaqinga dangli qo'ymichi bo'lib, odatda bek oqsa kuku da yurgashga do'stlari uni Jimmy Ku deb ataydi. Jimmy Ku 5 yil burun o'zining kuyab pishgan yigit tarafidan oldinib turmaga tashlandi. Turmadan chiqqan Jimmy Ku qaytadan isil odam bo'lish uchun o'zining pishqan hunarini ishga solib, taxtning yotag'ida bekorlik yetib, ochangning yangisi bor deb qo'yib, cho'ng bir planni so'qishga boshlaydi. Bu seriqchash qiz bolaning ismi Elizabeth bo'lib, bu qiz jiroq yaqinga dangliq soxta aroq ishlash ustasi. Ishlagan aroqlarining jinjoligini o'zimi farq etolmaydi. Elizabethning ishlagan arog'ining bak to'sisi bo'lg'ashqa, do'stlari uni erkiltib, "Yili to" deb ataydi. Jimmy Ku qiqosiyasini burunqi o'g'il do'stining ko'rgazmasiga bellarini to'lg'ab kirdi. "Voy jinim, kelib qopsan-ku" degan bo'lsang, oldinga chiqatdim emasmi? Bo'ldi, chiqmayli qo'ying. Sizning o xohlagancha chiqib o'ynaydigan vaqtlaringiz o'tib ketdi. Undaq demagan, sen mening yuragimning tarisi-ku. Ha nima? Chilib o'ynaydiganman? Yo'qay, bu 5 yildan yo'qi. Seni kunda seg'inib, vaqtlar shunchalik qisqa bilinib ketdi. Bu ishlardan hayron qolmayman. Sen bilan yurayotgan vaqtdimi, xili ishlar qisqa bilinadi menga. Seni izdishimdagi sababchi sana shuni deb qo'ymoqchi. Hammachang qaytib keldi, hamda xonishdek yashaydi. Eng yaxshisi buningdan keyin g'it qisib yur. Mendimi tiqidigan narsa bor. Yilibika qo'lamdagi narsani tiqiblayapman. Jimmy Ku Yilitoni izlab berib, o'zining dahshat bir planining borligini, bu plan amalga oshsa, har birimizga oz deganda necha million kirdiganligini aytdi. Qog'i palpalga, xotin valvalga amroq deb, bularning nishoni Kodiyaning eng qimmat zibizinnati to'san edi. Nima deya satsamayma u? Buningga zodi qanday yiqilishimiz? Buningga biz yiqilishamaymiz. Lekin bir qiz yiqilisha oladi. O qizning ismi Bibi Nur bo'lib, dangliq cho'lpon, naqshchi, san'atkor, el suygan dangliq o'pki zosuychi. Bu qiz ayni vaqtda Shali mo'g'i o'ynab, san'at sohasida dang chiqarg'ashqa, do'stlari uni erkiltib, Shabi deb ataydi. Bu qizga yiqilish uchun cho'qim biz bir kiyim loyihalik uchun tutishimiz kerak. Men birsini taniyman. Gadangichi qazva bir loyihalik bor. İsmi Daisy. Odatda to'rlarda mol setib yurgashga, ko'pchilik uni Daisy mol deb ataydi. U cho'qim bizning planimizga qaytilishni xohlaydi. Hay jinim, sizga nim bo'ldi? Yig'lab o'ltiribsiz-ku. Boshqalar mening asrimni pek ma'tu deydi. Kay, sarang davrdi, poqini yavrdi. Ularga pisand qilib ketmangchi-mi? Tunuguncha men mishada yana bir yarmankini ko'rgan. Voy, uning teximi ma'tu ekan. Voy aşımı men. Bo'ldi bas. Beshingni ko'ta. Tajang tushmusun. Yishingni to'xtat, oting ushmusun. Jinim, beshingni sangılatma bo'ldi. Bundaq tushkun yursang, xili yerlaring sangılab ketadi. Men bilanman. Ochang sanga pul tepishning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Sizga daily bo'lib kiramdim. Voy ko'ta unda daily paylilaringni. Biz degan julub alar shunqar shirkati. Loq alamiz mundaq. Elito dazmalg'a planni bir-birlab tushundirib qo'ydi. Jimmy Ku bo'lsa, tahliliy buyumdan birini yastish uchun Hindistondagi eng dangliq soxta kristal yasash ustasi Ashvariyaning singlisi Vayzaliyaning yiniga boradi. Vayzaliyaning yindan qaytib kelgan Jimmy Ku uyga kelib bir mehmonni uchirtib qoladi. Bu kim bo'lib ketdi? Kompyuter mayiri. Nim qilib beraydi-ku u. Ko'ku ko'ngil oilamdiki, shijiga vaygo yasab berdi-ki. Voy, tanishib qolaylik. Ismingiz nima? Baqqoli. Qanday baqqoli? Kuyib pishqini. Bizga yana bir bozorchi kerak. Nimachi? Yanchiqchi, mush qizni dedingmi? To'g'ri. U qizning ismi Lenna. Doim xalqning qo'l soatlarini o'g'irlab olg'ashqa, biz uni erkiltib Biolyanna deb ataymiz. Biolyanni o'zining sepiga o'ngishli ketib olgandan keyin, Jimmy Ku uning burunqi sabdishi, eng yaqin do'sti, qo'lidan Jimmy ish keladigan, dunyodagi hamma narsani topa oladigan yomon cho'kan Ambargulni izlab bordi. Adash, ishning tafsiloti mushu. Qandaq qatnashamsa?
Tova degine adaş. Men bir balının onisi 500 kişilik ündidar topunun gölli üyensiymen. Halkara cürsüzla çokallar birleşmesinin ezası. Turmuşum şunda bəxt içide adaş. Bunun dinken adaş. Meni avare kılma. Yani muhabbet sorma. Her daim izlep. Buldu adaş. Meyli. 10 milyon men başkalarına berey. Adaş, maşından aldıda oturamsak keyindi mi? Əzalar toluq yığılıb planını başlaydı. Dezmal Şabi'ni izlep baradı. O, toxtab durunlar. Bu kızını Bibinur deymi ya Şabi deymi? Çünkü tünügün bir kız məxsus xat ezip, bu dünyada mən birla Bibinur bar tursam, bundaq desiniz menin könglimge kelmemdu dedi. Şunlaşqa, mən bu kızның nazuk kalbini ayap, Şabi dep çağırıverey. Okey, kinorimizga qaytib kelaylik. Dezmal Şabi'nin kallısını yuş arqılıq, onunğa qimmat bahalıq zəncirini taquzmaqçı boludu. Cinim, men bek səmirib gidipdim ha. Qanda qılam. Oy cinim nəriniz semiz sizning. İskilit qo siz iskilit. Gutu. Yani bir gün tamaq yemisiniz, qıltırıqlı bolasizga. Amma lekin siz aşı zəncirini taqab ziyafətga chiqadigan bo'lsangiz, düşmanlarınız ölüpli ketidi. Şabi zəncirini taqashqa ma'qul boladı. Bu çağda baqqali bolsa, Mozihanның bir bentay başlığının kompüterga soqunib kirish arqılıq, Mozihanның köznəklərini özünün qılıb aldı. Ambargül bilan Biyavlen bolsa, fəaliyyət uyuşturucusu şirketga soqunib kirib, köpçilikni axbarat bilan hər vaqt təminləb turdu. Hamma ishlar plandagidek bo'lib, ziyofat kunimi oxiri yetib keladi. Bibinur o'zidan yo'g'on zanjirni bo'yniga esib, 4 metr dasturxonni so'rab, Jimikoning burunqi yigitini qo'ltiqlab, asta ziyofat maydoniga mengib kirdi. Bu yerda yaxshi diqqat qilgan bo'lsak, yigitlar eng amroq kino artisti Asas Wang deb nom olgan xalqaroliq Wang Hong Kim Kardashian o'zining puxta asosini so'rab, asta mengib o'tib ketdi. Bu yer muhim emas. Kinorimizga diqqat qilaylik. Ziyofat boshlanib, tamoq chiqishga boshlaydi. Elita ko'pchilikning bayqamagan vaqtidan foydalanib, Bibinurning tamog'iga malhamiy shatroqni selib o'tdi. Mava halva bek o'xshabdi jumu. Musha halvanın gibi çıkışı qaranglar. Yigitim bana etpegen Elvi'nin somkisi isim kip qalıdı qaranglar. Üzünlər bilsizlər, mening yigitim şu. O, ne bo'ldi jinim? Sal baldırğa bu ishqa. Bibinur o'rnidan dasturib hojatxonaga yuguraydi. Jimiko bilan Biyavlen fursatdan foydalanib, ishchi teshida moslashib, zanjirni qo'liga tushirib oladi. Hey şanlar. Zanjir qani? Vaytang nima zanjir? Siz Şabi ma? Hemen şu. Zanjirning yutganligini bayqagan muallar butkul marika zalni qamallab bir-birlab tekshirishga boshlaydi. Vayzaliya bo'lsa, fursatdan foydalanib, zanjirni parchalab, qizlarga tarqitib, so'rindan ap qechib ketadi. Ambargül bo'lsa, yenidagi saxta zanjirni chiqarib, ipib olgan odam qiyofatida Boanga topshirib berdi. Ziyofat oxirlashib, zanjirni munosabatli xodimlar tekshirib elish jarayonida zanjirning saxta ekanligini bayqab, qattiq cho'chib ketadi. Hamda o'zining bo'shansi borligini o'ylab, ko'ngli yana xotirjam bo'lib qoladi. Bu chaqda Jimiko boshchiligidagi 7 qiz o'zining yaratgan shalliq natijasini tabriklay deb turishiga Bibinur to'satdan minib kirdi. Şabi deb chaqasi rost Şabi deb qolganma. Hammanglardan o'ta qoqchimi men. Bibinur o'zining bu planga qatnashganligini aytdi. Hamda bular bilan pulni tang bo'lishib, ishning oxirini o'zining jimiq turganligini aytdi. Bo'lapti. Qanday qilamiz endi? Qarşalımız sepimizga qo'shilganingizga. Asli bu setni 7 yatov deydigandim. Endi 8 setan o'zgartirgan bo'ldik-da. Atsi Şabi Jimikoning burunqi yigiti Shokrat Shoylini izlab bordi. Yaqindan yoqi ko'nglim yerim. Toza parakanda. Shuni sizni izlab kelib qart o'ynaylikmi demoqdim. Oy, nima o'ynaymiz? Qar xotin o'ynamdi. Oy, mayliga men oq qora deb ayirib yurmayman. Tirvasangiz yomon uraytmajimi? Mayliga. Oy, boshlab ketdikmi? Bu ikkilan kechi Karolni matkiga jup qilib o'ynab, qartning yeng uslubini yoritib o'tdi. Atsi atdigini Şabi o'g'irliqchi zangmalni Shokrat Shoylining yanchug'iga selib qo'yib, asta qechib ketdi. Soqchilar bo'lsa, Shokrat Shoylini jinoyat gumondori qatorida tutib qoladi. 8 setan birlikda o'zining muvaffaqiyat qozonganligini tabriklashga boshlaydi. Hey qizlar! Joningdan qo'rqma. Boshqasi yo'qmi? Qo'rsqin to'qma, pul tapqin yo'qmi? Biz o'zimizga mushu 4 savolni kunni qo'yib, oxiri uzluksiz tirish orqali murodimizga yetdik.
Lekin hamda 8 odamga bir zanjir oz kelarmiki? Kim deydi sizga bir zanjir deb? Jimiko Bingshangni itishi bilan hamma odam hayron qolib, bunchalik ko'p zibizinnat zodi nadin keldi? Jimiko zodi qandoq hilanayron ishlatdi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, Undidarda meni qetib kino satamsiz deb so'rab yurmay, o'zingiz bir yerlardan tepib ko'rishingizni umid qilaman.